Xo'p, bo'lmasa bugungi mavzuyimizni boshladik. Bugungi mavzuyimiz adiabatik jarayon haqida. Birinchi adiabatik jarayonda gaplashib olamiz. Qarang. Termodinamikani birinchi qonuni bor edi. Bu Q barobar delta U plus A. Ya'ni nimani ifodalaydi? Gazga berilgan issiqlik miqdori gazning ichki energiyasining o'zgarishiga va tashqi kuchlarga qarshi ish bajarishga sarflanadi. Bu termodinamikani birinchi qonunini bir nechta uchta asosan izo jarayon uchun tatbiqini ko'rib chiqdik. Izotermik, izobarik hamda izoxorik jarayonlar uchun. Endi to'rtinchi izo jarayon deb kiritilgan adiabatik jarayon haqida gaplashamiz. Demak, adiabatik jarayonda adiabatik jarayonda gaz tashqaridan issiqlik olmaydigan va tashqariga issiqlik chiqarmaydigan termizni bilamiz. Xo'p, o'sha termiz nima maqsadda yaratilgan? Tashqariga issiqlik chiqarmaslik maqsadida yoki tashqaridan issiqlik kirgizmaslik maqsadida yaratilgan. Xo'p, o'shanday termiz yoki shu termizga o'xshagan idishlarda sodir bo'ladigan jarayon bu adiabatik jarayon deyiladi. Demak, u tashqariga issiqlik bermasa va issiqlik chiqarmasa, u olayotgan yoki berayotgan issiqligi nimaga teng bo'ladi? Nolga teng bo'ladi. Va agar gazning issiqlik miqdori, ya'ni olayotgan yoki berayotgan issiqlik miqdori nolga teng bo'lsa, unda termodinamikani birinchi qonuni A barobar minus delta U ko'rinishida bo'lib qoladi. Mana tenglamadan Q nol bo'lsa, delta U'ni tomonga o'tkazib qo'ydik xolos. Bundan xulosa qilamiz. Agarda gaz ish bajarayotgan bo'lsa, gaz o'zi kengayib ish bajarayotgan bo'lsa, unda uni ichki energiyasi nima qiladi? Kamayadi. Tushundingmi? Ya'ni o'zining ichki energiyasi hisobidan u ish bajarganligi uchun ichki energiyasini ma'lum bir qismini yo'qotadi. Hop, agarda gaz ustida ish bajarsak, ya'ni gazni siqadigan bo'lsak, unda uning ichki energiyasi nima qiladi? Ortadi. Ya'ni biz bajarayotgan ish uning ichki energiyasini orttirishga sarflanadi. Tushundingmi? Adiabatik jarayonda kechadigan adiabatik jarayonni hosil qiladigan qurilma bu kalorimetr deyiladi. Odatda suyuqliklarda ishlatiladi, lekin gazlar uchun ishlatsa ham kalorimetrda tashqaridan issiqlik kirmaydi va tashqariga issiqlik ham chiqazmaydi kalorimetr. Tushundingmi buni? Mana adiabatik jarayondan foydalanib nimalar ishlaydi? Sovutgich qurilmalar bor. Xolodilnik, konditsioner hammasi o'sha adiabatik jarayonga asoslanib ishlaydi. Nima qiladi? Motori gazni siqadida u birdaniga tashqariga chiqaradi. Hajm birdaniga kengaygan hisobiga uni harorati pasayadi. Bu ham nimaga asoslanadi? Mendeleyev Klaperon tenglamasi esingizda bormi? P1 V1 taqsim P1 P2 V2 taqsim T2 ga teng bo'ladi. Biz hajmni birdan kengaytirgan paytimizda harorat kamayib ketadi. Ya'ni haroratni agar orttiradigan bo'lsak, hajm ortishi kerakmidi? Hajmni endi orttiradigan bo'lsak, harorat pastlab ketadi. Ya'ni o'zini ichki energiyasini yo'qotib, u nima qiladi? Ish bajaradi. Tushundingmi adiabatik jarayonda? Adiabatik jarayonning grafigi xuddi izotermik jarayonning grafigiga o'xshaydi. Faqat ozgina farqi bor. Qarang, izotermik jarayon qancha masofa bo'lsa bu tomonda, mana bu tomonga xuddi shuncha masofa bo'ladi. Agarda bosim bilan hajm qiymatlari orasidagi masofalar bir xil kelgan bo'lsa, endi adiabatik jarayon bo'lsa, sal tikroq ko'rinishda bo'ladi, mana bunday ko'rinishda. Demak, bu P barobar konstanta bo'lgan jarayon, ya'ni izoterma. Bunisi bo'lsa Q barobar 0 bo'lgan jarayon adiabatik. Tushundingmi buni? Tushungan bo'lsalaring, endi termodinamikani ikkinchi qonuniga o'tamiz. Termodinamikani ikkinchi qonunida formula yoki masala yo'q. Bu faqat nimani bildiradi? Termodinamikani birinchi qonuni issiqlik jarayonlari uchun energiyani saqlanish qonunini bildiradi. Endi termodinamikani ikkinchi qonuni bo'lsa, shu jarayonlar yo'nalishini bildiradi. Ya'ni energiya qaysi jismdan qaysi jismga o'tyapti. Buni birinchi bo'lib Clausius degan olim tomonidan ta'riflangan va ta'rifni yozib olinglar bo'lmasa. Hop, endi termodinamikaning ikkinchi qonunida qarang, yaxshilab tushunib oling, keyin yozib qo'yaverasiz.
O oddiy hamma ko'rgan, hamma biladigan narsa. Issiqlik miqdori, ya'ni energiya faqat issiq jismdan sovuq jismga o'tadi. Bilamiz buni. Misol uchun bizda bitta 40 graduslik, bitta 10 graduslik bir xil massali suv bor. Bularni yonma-yon qo'yib qo'ysak, hech qachon 10 gradusli suvdan 5 gradusini olib, nariga 45 gradus bo'lib qolmaydi. Nima qiladi? Issiq jism o'zidagi energiyani sovuq jismga beradi. Ya'ni jarayonni yo'nalishini ko'rsatadi. Har doim issiq jismdan sovuq jismga issiqlik o'tishi. Tushundingmi buni? Hop, endi yozib olinglar.